O'zbekistonni jahon chempionatiga kuzatdik. Biz volontyorlar sport musobaqalarida ham faol ishtirok etamiz. Bu volontyorning bir kuni. Belgilangan vaqtda Bunyodkor stadionida yig'ilib, vazifalarni bo'lishib oldik. Keyin esa bir xil futbolkalarimizni kiyib, bir-birimizga bayroqlar chizdik va stadion ichiga kirdik. Bizning asosiy maqsadimiz odamlarni o'z joylariga yo'naltirish va ularga kayfiyat ulashish edi. Shuning uchun futbolchilarimizni FIFA 2026 ga kuzatish uchun yig'ilgan muxlislar yuziga bayroqlar chizdik. Bilmadim, o'sha kuni qancha bayroq chizdim ekan, lekin bu juda qiziq va unutilmas jarayon bo'ldi. Stadionda esa allaqachon haqiqiy bayram atmosferasi edi. Bu marosimda prezidentimiz ham ishtirok etib, barchani ushbu tarixiy voqea bilan tabriklab, bu o'zbek futboli uchun yana bir muhim sana ekanini aytdilar. Keyin esa san'atkorlar chiqishlari, konsert dasturi va nazorat uchrashuvi bo'lib o'tdi. Biz volontyorlar butun marosim davomida muxlislarga yo'l ko'rsatish va bayramona muhitni yanada ko'tarinki qilish uchun xizmat qildik. Bu shunchaki tadbir emasdi. Bu tarixning bir qismiga aylangan kun edi va biz bu tarix ichida bor edik.